Ha, azizlarim, bugungi kunda juda ham ko'p insonlarimizda, почти 90-95% insonlarimizda qabziyat kechyapti. Qabziyat bo'layotgan insonlarimizni o'zidan o'zi qabziyat kelib chiqmagan. Qabziyatning asl sabablari bor. Bugungi kunda men mutaxassis sifatida bioanalizator apparatida tekshirganimda ichak peristaltikasi, ichakda ovqat so'rilishi bularning hammasi bioanalizatorda to'liq ko'rsatiladi va men bu mutaxassis bilan birgalikda bu sababni kelib chiqishiga asl sabablari bor. Organizmda kasalliklarning o'zi bilan emas, kasalliklarning sabablari bilan ishlashimiz kerak. Kimda qabziyat bo'lsa, eng birinchi o'rinda organizmda suvsizlanish, keyingi o'rinda o't qopida muammo, ovqat hazmida muammo bo'lishi mumkin. Agar qabziyat haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentariyamda qabziyat so'zini qoldiring va Telegram kanalimga o'tib, bemalol qabziyat haqida, qabziyatni qanday yo'qotishimiz mumkin, qabziyatdan kelayotgan kasalliklar haqida gaplashishimiz mumkin. Salomat bo'ling.